taksi tuting. Hoji aka. Ziyoratini Alloh dargohida qabul qilsin. Faqat umraga borgan hoji bo'lmaydi. Xullas, sizga bir yangilik bor-da. Hajga navbatingiz keldi aka. Navbatim keldi hajga. Ha? Pulingni o'zingga bersin. Birovni puliga hajga borib bo'lmaydi. Menga biron narsa bo'lsa, Nimalar deyapsan? Meni ham qizim ko'zimiz oldida katta bo'ldi. va'da ber. So'z beraman. Qizingni yolg'izlattirib qo'ymayman. Siz Makkaga borsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Uylanishga yig'ayotgan puling-ku, bolam. Uylanish qochib ketmaydi. Siz menga otam o'rnida otamsiz. Mana shuni olaman. Chiqing, dadasiz, chiqing. To'g'ram aka, iltimos. To'g'ram aka, dadam turibdilar. Menga bergan va'dangni unutmadingmi? Allohning yana qanaqa sinovlari bor. Bunga bandasi hali javob topolmaydi. Bu pul Mas'uraning yonib ketgan uyini qayta tiklash uchun. Ha, bu kunni necha yil kutgandingiz? To'g'ri. Lekin mushtipar qo'shdimmi? Boshiga musibat tushganda men hajga borsam, Alloh meni hajim qabul qilarmi?